Доченька, не мешайте, я тренд снимаю. Yaxshi qiz. Normal qizga o'xshayapsiz-da. Kuppa kunduz to'g'ri qilib qilsangiz bo'lmaydimi? Öyle, İbrahim Azamat'ımısınız? Vlogger, Ha. Vayner, qo'shiqchi. Topdingmi? Ha. Anamni aytgansiz, ey do'st. Keyin odammasman qol desamni aytgansiz. Bugun kuning seni sevgilimni aytgansiz, ha? Siz xohlaysizmi qo'shig'ingizga ham trend javob beraman. Yaqinda bilasizmi kimlar chiqdi? Munisa Rizayeva chiqdi, Shohruxxon chiqdi, очередga turibdi. Lekin siznikini biz очередga o'tkazib yuboraman. Qanday? O'ynab manamnaylar qilib. Hop. Ana, dvijeniyalarni ko'ryapsizmi? Ana shunaqa zo'r dvijeniyalar qilib beraman sizga. Yoqdimi? Ha, ko'rinib turibdi. Mayli, как раз bitta yangi qo'shiq chiqdi, Sog'indi dil degan. O'shanga bitta trend olib ko'ring-chi. Hozir bir kaptarxona umumni tayinlab keling, o'z trendni yoramiz. Ketdim, taqlab turing, ketdim, o'tirib turing o'sha yerda. İbrahim Azamatov, mana taqvili ko'ring, baho bering. Trendmi? Ha? Ha. Ber sado kutmoqdaman, sensiz dardlar yutmoqdaman. Butun shahar uyquda, bir men seni kutmoqdaman. Berasandan dardlarim, bu shaharga hasratlarim. Yo, zo'r chiqdi. Zo'r manda u. Zo'r, faqat hech qayerga qo'ymang, xo'p, Instagramga hech qayerga qo'ymang. Bo'pti. Tushunmadim. Ey, o'q kabutar, to'xta bera. To'xta dedim men senga. Ol buni men Instagramga qo'yaman, rekka chiqib ketadi. Qo'ymaganingga pushaymonlaysan. To'xta, men ko'zingga tiqaman. To'xta! Sog'indi dil mehringni, sog'indi yana va yana.